Böri qiz. Burunning burnusida bir bovay o'tgan ekan. Yeshi 70dan halqigan, yuzlarini qo'riq bosgan bu bovay birdanmi tinim topmaydi ekan. Uning mol dunyosi nihoyat ko'p bo'lib, qo'y, kala, yilqillari hisobsiz ekan. Bir yili qishda nihoyat qattiq jut bo'lib, chorva mol yegudak hech narsa qolmabdi. Şoňa yilqichilar yilqilarni yiroq qishloqlarga haydab ketibdi. Kunlar o'tibdi. Yilqilarning qaytadigan vaqti yetibdi. Lekin deriga bo'lmabdi. Bovay o'zining yolg'iz o'g'liga, o'g'lining eng yaqin do'stini hamroh qilib, yilqilarning derigini elishga yo'lga sapdi. Yigit do'sti bilan yilqilarni xeyli uzun izdabdi. Lekin topolmabdi. Otisining oldiga quruq qo'l yenishga ko'ngli unamagan yigit egiz bir tog'ning kayniga o'tibdi. Qarsa, u yerda o't cho'plar nihoyat qo'yiq o'sgan bo'lib, dumbisida tuxum to'xtig'idek sonsiz yilqilar qo'llarini agashtirib o'tlab yurgidek. Dal shu chaqda bir bo'ri paydo bo'lib, tishlarini hingaytqanicha birli sakrab, bir qo'lini tishlab elib qochibdi. Yigit bo'rini qo'g'lab bir chaqda bo'riga yetishibdi va bo'rini urmoqchi bo'lib tayqini ko'targan ekan, bo'ri yigitga qarab, xuddi odamga o'xshash. Meni urma! deb varqirabdi. Yigit kutilmagan bu hodisadan hayron bo'lib turib qopdi. Bo'ri bo'lsa o'z yo'liga ketaveribdi. Shu chaqda yigitning do'sti ot choptirib kelib, Bo'rini nemishqa urib yiqitding? deb so'rabdi. U xuddi odamga o'xshash zuvonga kelib, o'zini urmasligini aytib yolvurdi. debdi yigit. Nədiki gaplarni qilasan? Bo'rining odamga o'xshash so'zlaganini kim anglabdi ekan? debdi do'sti. Ular yana bo'rini qo'g'lab menibdi. Iti herib qolgan do'sti xeyli orqada qopdi. Yigit bo'lsa bo'riga yetishib, bo'rini uray deb tayqini ko'tarib ekan, bo'ri yana. Meni o'ltirish niyatingda yolg'on. Men sana chiroyli, soyib jamol kichik singlimni beray. Bu dunyoda seni barliq murod maqsadingga yetkazgay. deb yelinibdi. Yigit yana o'zini yo'qitib qo'yibdi. Do'sti yetib kelib, Nemishqa bo'rini o'ltirmaysan? Agar o'ltirgin kelmasa, otdan tush. Men bu otni minib, bo'rini qo'g'lab, terisini shilib kelay. deb qayibdi. Bu qitim bo'rini cho'qim o'ltirman. debdi yigit. Yigit bo'rini yana qo'g'lab menibdi. Qo'g'la bir chaqda bo'riga yetishibdi. Bo'ra kayniga qarabdi va Hey odamzot, kaynimda qo'rqmayman. Men sana chiroyli aqlli singlimni beraman. O'lgicha sening xizmatingni qilaman. debdi. Yigit do'sti yetib kelganda uningga sen uyga qaytib ketgan. Men beshimga kelganini ko'rib, tavakkul daryosiga o'zimni itib baqay. Onam hargiz g'am qilmasin. Men cho'qim qaytib boraman. deb bo'lgan voqeani so'zlab beribdi. Yigitning do'sti, Hey do'stim, sen aqlingdan ozdingmi? İnsan balısının bo'ridan xotin olganligini na'dan uqding? deb hayron qopdi. Men bu ishda peshonamga putilganini ko'ray. Otamga meni bir oyda keladi deb qo'yasan. Shuning bilan yigitning do'sti kayniga yenib qaytib ketibdi. Yigit bo'riga agishib yo'lga ravon bo'libdi. Ular tog'u toshlardan eshibdi. Daryolarni kechibdi. Oxir bir yerga kelganda bo'ri bir do'ngni aylanib o'tibdi-da, yo'g'on bir o'nkirga kirib ketibdi. Uzoq o'tmay o'nkirdan bir seriq tishi bo'ri chiqib, yigitning qo'ltiqidan yo'lab otdan tushirib o'nkirga boshlabdi. Yigit birinchi inda bo'ri bolalarini uchirtibdi. Bo'ri bolalari yigitni ko'rib xiris qilib itilgan ekan, seriq bo'ri ularga qarab xirqirab bir nima debdi. Bo'ri kuchiklari darhol jimib qopdi. Ikkinchi inida ko'k yolliq qiti bir erkak bo'ri bilan kul 'Kulrang qeri tishi bo'ri tishlarini hingaytib yigitni to'sibdi.
Bu qizlarning layiqi. Bizni qishdan sog'-salomat chiqargan mushu yigitning otlari edi. Debdi seriq bo'ri. Qeri bo'rilar un chiqmasdan kayniga yenishibdi. Seriq bo'ri yigitni agashtirib 3-eniga kiribdi. Bu yerda har xil yemak-ichmakliklar tayyor turg'udak. Seriq bo'ri: Qani, marhamat. Qorsqingmo ashqanda. Bulardan xalqancha yegin. Debdi yigitga. Kechqurunliqi seriq bo'ri chiroyli bir oq tishi bo'rini boshlab kiribdi va yigitga qarab: Mana bu sening layiqing. debla chiqib ketibdi. Oq bo'ri darhol ustidagi bo'ri terisini yeshib tashlagan ekan, oy desa ig'izi bor, kun desa ko'zi bor, shundoq chiroyli bir qizga aylanibdi. Yigitga tabassum bilan nazar solibdi. Shu kunidan boshlab bo'ri qiz har kuni yigitning yeniga kirib, terisini yeshib tashlab, qizga aylanadi ekan. Ikkisi ko'ngil ichishidi ekan. Muhabbatning lazzatini tepishidi ekan. Atigalliki qiz yana bo'riga aylanib, bo'rilar bilan birga nalargadir ketadi ekan. Mushu yo'sinda bir oy bilinmayli o'tib ketibdi. Yigitning o'z uyiga qaytadigan vaqti bo'pti. Ona bo'ri yigit bilan bo'ri qizni uzatganda kichikkina bir belay toshni yigitga beribdi va yerga tashlab dassab turib, telekani izar qilsang, xohlagan narsang tayyor bo'ladi. Xotiningning bo'ri terisini 40 kun o'tmay turib tashlab etma. Bo'lmasa o'zingga avorchilik tepib olsan. deb ogohlantiribdi. Yigit oq bo'rini agashtirib yo'lga ravon bo'pti. Ular kechqurunliqi bir qo'nalog'iga kelibdi. Yigit heliqi toshni yerga tashlab dasigan ekan, ularning oldiga bir oq uy paydo bo'pti. Ichiga kirsa, turlik tuman taomlar tayyor turuvdik. Ular g'izolardan to'yg'ichi yeb, uyqusini qong'ichi uxlab, atsi yana yo'lini davom qilibdi. Yigit uyga yetib borgandan keyin yetilab kelgan oq bo'rini eshikning oldiga bog'lab qo'yib, o'zi uyga kiribdi. Uning xotin ilib kelganligini anglagan ota-onasi: Kelin qani? deb so'rabdi. Ana, eshikning oldida, debdi yigit. Mahalladagi cho'ng kichik yosh qarilar kelin ko'rimiz deb kelishibdi. Ular eshik oldiga kelib, bog'liqliq turgan bir oq bo'rini ko'rib, nima deyishini bilolmay qaytib ketishibdi. Oq bo'ri kunduzi eshik tubida yotadi ekan. Ketsi chiroq yiqilishi bilan bo'ri terisini silib o'tib, odatdan tashqari chiroyli bir qizga aylanib, yigitga qarab sho'x kulkisi bilan nozlandi ekan. Yigit ko'p vaqtini xotin bilan o'tkazib, tala-tuzga kamdan kam chiqadigan bo'lib qopti. Mahalladagilar uni masxara qilib: Buni bo'riga o'ylanib olganligini qaramamdigan. Bo'ri degan yirtqich tursa, hozir uning o'zimi yovaylashib qoldi. deb kulishibdi. Ba'zilar Hay, bo'rining eri. desa, ba'zilar Yo'l bo'lsin, bo'ri yigit. deyishidi ekan. Kishilarning mundaq zanglik qilishlarini anglash yigitni qattiq azoblabdi. Shunga u tala-tuzga butunlay chiqmaydigan bo'lib qopti. U 37-kechasi xotini uxlab qolgan paytda terini ilib o'tqa silib kuydirib yetibdi. Burniga teri hidi kirgan bo'ri qiz cho'chib o'rnidan turibdi-da, ahvolni bilib o'zini o'zi qachatlab: Voy isit, yomon qildingiz. Yana 3 kun taqat qilsangiz bo'lmasmidi? Onamning gapini unutib qoldingizmi? Atsi atiganda yigit bilan kelin taloqi chiqibdi. Mundaq parisifat chiroyli cho'konni ko'rgan kishilar hayroni has bo'lishib, ig'izini jondek ichishib qarab qopti. Yigitning otasi bu ahvoldan xushal bo'lib, al yurtni chaqirib 7 kech kunduz to'y qilib beribdi.
Bovayning o'g'li ajoyib chiroyli bir qizga o'ylinibdi. degan so'z butun shaharga pur ketibdi. Bu so'zlar oxiri podshohga olinibdi. Podshoh u qizni o'z ko'zi bilan ko'rib boqmoqchi bo'lib, navkarlarni orqasiga silib, bovayning uyiga qarab mengibdi. Uyda kelindan boshqa hech kim yo'q ekan. Darvozaning qattiq urilgan ovozidan bir peshkanlikning yuz berishini sezgan kelin eshik oldiga chiqibdi. Uni ko'rgan shohning yurgiga ishq o'ti tutishibdi. Beshi aylanib, yiqilib ketishga tos qopdi. Shohning holini pamlagan kelin: Hoy, meningdek bir oddiy ayoldan nimanchilar qo'rqib ketdilar, ha? Shoh bir ig'izmo javob qaytarmabdi va darhol kayniga burilib, o'rniga qaytib ketibdi. Biroq shu kundan boshlab shu Nozinindan boshqa hech nimani o'ylamaydigan, uni ko'z oldidan birdamni neri qilmaydigan, boshqa ishga qo'li bormaydigan bo'lib qopti. Oxiri bovayning kelinini qo'lga keltirishni ko'ngliga bukibdi. U bir hiligar mo'mayni tepib, uningga maqsadini aytibdi. U ayolni qo'lga keltirish uchun bovayning o'g'lini ko'zdan yo'qotish lozim. Aytishlarga qaraganda, ulug' bo'vlarining ulug' bo'visi o'z vaqtida ma'lum sabablar tufaylidan ot beshchilik oltinni dengizga cho'ktirib atgan ishkan. Sizlar u yigitni shu oltinni tepib kelishga buyursizlar. Yigit oltinni izlab berib, oxiri halok bo'ladi. Debdi heliqi dalla. Atsi podshoh yigitni chaqirtib kelib, ot beshchilik oltinni dengizdan tepib kelishga buyuribdi. Yigitning beshi qetib uyga kelibdi va shoh topshirgan bu ishni xotiniga so'zlab beribdi. Bo'ldi, qayg'urmang. Debdi bo'ri qiz eriga tasalli berib. Buning amali bor. Shohdan 3 kunlik muhlat so'rang. Xudo xolisa, hamma ish o'ngishli oxirlashidi. Ayol eriga bozordan har xil yipak va zar yiplarni akeldirib, kashta tikishga boshlabdi. Bir kech kunduz shundoq chiroyliq, nurliq bir gul tikibdiki, hatto ketsi uyning ichi yo'rib ketibdi. U bugun gulni eriga berib, Bu gulni to'rga bog'lab dengizga tashlang. Bu gulning yeniga odatga baliqlar yaqinlashmaydi. Chunki bu gulning qadrini bilmaydi. Faqat shoh baliqlar keladi. Shohning ulug' bo'g'isi cho'ktirib atgan oltinni chiqarib berishini talab qiling. U baliq shoh bo'lsa-mu, uning so'ziga hargiz ishonmang. Ko'rish uchun uning qantidan azroq yulib elib, uni to'sh yanchig'ingizga selib oling. debdi. Yigit dengiz yoqsig'i beribdi va heliqi gulni to'rga bog'lab, dengizga tashlab kutib o'ltiribdi. Shoh baliq uzung'ichi kelmabdi. Bir chog'da dengiz nurlanib, ko'pik chiqib to'lqinlanib ketibdi. Shu arada bir baliq gulga yaqin kelibdi-da, gulni tishlayman deb to'rga tushib qopti. Yigit to'rni tortib olib, heliqi baliqni qirg'oqqa chiqaribdi. Bu baliq yigitning xotini aytgan shoh baliq ekan. Shoh baliq: Men sana butun umringga yetib oshqudek dunyo beraman. Murat maqsadingga yetkazaman. Unda qilmay meni qo'yib atgin. Agar dengizning taktidan ot beshchilik oltinni chiqarib bersan, seni qo'yib o'taman. Bo'lmasa, hargiz qo'yib atmayman. Shoh baliq oldi bilan oltinning nadlikini bilib kelishga va'da beribdi. Yigit shoh baliqning qanotidan bir tal yo'lib olib, shoh baliqni dengizga qo'yib etibdi. Shoh baliq dengiz ostiga tushib, hamma baliqni yig'ib, dengizning ostida ot beshchilik bir parcha oltin borligini va uning qayerda ekanligini so'rabdi. Lekin hech qaysi baliq buni bilmaydi ekan. Baliqlarning hammasi keldimi? 500 yoshlik bir qeri baliqli kelmadi. Debdi xizmatkor baliq.
Şah beliq unimi chaqirib kelishga buyuribdi. Mulozim beliq heliqi qeri beliqning oldiga berib, Seni shoh chaqiryotidi. debdi. Qeri beliq uning so'ziga quloqmi solmabdi. Shuningdan keyin shoh beliqning yasovullari qeri beliqni tutib elib mangmoqchi bo'pti. Shu chaqdala yasovullar shoh izlayotgan heliqi ot beshchilik oltinni ko'rib qopdi. Qeri beliq ana shu oltinni besib yotqachqa uning quvvatidan 500 yil yashagan ekan. Mulozim beliqlar oltinni elib ketishga qeri beliq jon taslim qilibdi. Shoh beliq va'dasi bo'yicha oltinni yigitga beribdi. Yigitmi uning qontini qaytirib beribdi. Shoh beliq yigit bilan xo'shlashib dengiz ostiga kirib ketibdi. Yigit oltinni elib shohning huzuriga beribdi. Yigit qaytib kelgandan keyin podshoh heliqi mo'mayni yana chaqirtib, Yigit oltinni tepib ketdi. Sen uni shu yerda o'lib tugaydi demaganmiding? Meni ahmoq qilganing uchun kallangni olaman. Qudratli shohim, meni kechirsizlar. deb yig'labdi mo'may. Yana bir maslahatim bor. Anglab boqsizlar. Otlarning bir top yilqisi yo'qolgan edi. Hozirgacha hech kim bu yilqilarning nega ketganligini bilmaydi. Bu yigitni shu yilqilarni tepib kelishga buyursizlar. Yigit yilqilarni topgan holatdimi? Haydab bu yerga akilanmaydi. Chunki u yilqilar yovoylashib ketdi. Podshoh yigitni shu kunila chaqirtib, yetgan yilqilarni tepib kelishga buyuribdi. Yigit kelib, shohning yangi amrini xotiniga so'zlab beribdi. Yigitning xotini uningga mundaq debdi. Ha, mana bu tayoqni ilib, bismillah deb yo'lga chiqing. Siz kun chiqishga qarab turib, "Ya Shohimardan" deb to'lsangiz, bu tayoq sizni boshlab mangdi va yilqilar o'tlab yurgan joyga apirdi. Yilqilarning orasida bir ayg'ir bor. Siz uningga birla sakrab, mening va uning yolini tutib elib, uni tayoq bilan rosa uring. Hargiz ko'ziga urib sanmang. Ayg'ir oxir sizga bo'ysunadi. Shuningdan keyin uni rosa choptirib, top-to'g'ri shahning sariga bering. Boshqa yilqilarmi sizga agishib boradi. Yigit xotinining aytganlari bo'yicha ishni bitkizib, yilqilarni shoh sariga akilibdi. Yavoyilishib ketgan otlar shoh sarini o'pir-to'pir qilib chang to'zonga ko'mib o'tibdi. Shoh nima qilishini bilmay qopdi. Oxir bu otlarni kelgan joyiga haydab o'tishni buyuribdi. Shoh qattiq g'azabga kelib, mo'mayni jazolamoqchi bo'pti. Mo'may shoh oldida tiz bukib o'ltirib, Shohim, rahim qilsizlar. Yigitni yana bir ishga buyurib boqsizlar. Agar u bu vazifani o'rindab kelgidek bo'lsalar, ondan kallamni aslan roziman. deb yalvoribdi. Shoh ma'qul bo'pti. Mo'may uningga Otalari vafot bo'lib, 7 nazrsini o'tkazganda bir qari qo'shqar so'yilgan edi. Sizlar yigitga ana shu qari qo'shqarni tepib kelishni buyursizlar. debdi. Podshoh yigitni chaqirtibdi va otasining 7 nazrisiga so'yilgan qari qo'chqarni tepib kelishni buyuribdi. Yigit bu gapni anglab, qattiq qayg'urib uyga kelib xotiniga, Endi tugishadigan o'xshayman. Podshoh otasining nazariga so'yilgan, allaqachon yeb tugagan qarqochqarni tepib kelishimni buyurdi. Agar siz onamning gapiga kirib, bo'ri terisini ko'ydirmay 3 kun taqat qilib turgan bo'lsangiz, beshimizga buncha vala kulpatlar kelmaydi. Endi sizga yordam qilish qo'limdan kelmaydi. Onamning oldiga berib, uningdan maslahat so'rang. Ondan onamning degini bo'yicha ish qiling. Bildingizmi? yigit shohning oldiga berib 3 oy muhlat so'rabdi. Shoh rozi bo'lib, yana 3 oy qo'shib 6 oy muhlat beribdi.
Yigit atsi yo'lga chiqish oldida hammaylar bilan xo'shlashib, yo'lga chiqish oldida xotini uningga: Siz u yerga berib kelguncha shoh meni tinish qo'ymaydi. Shunga siz heliqi bilay toshni yerga tashlab, tilikingizni bayon aylang. Bir temir uy paydo bo'lsin. Meni shu temir uyning ostingi qavatiga yushirib qo'ying. Sizmi xotirjam berib keling. Yigit bilay toshni yerga tashlab, bir ikki qitim dastlab chaylagan ekan, yo'g'on bir temir uy paydo bo'pti. Yigit bu uyning ostingi qavatiga xotinini yoshirib qo'yibdi. Ondan o'zi yo'lga ravon bo'pti. Yigit yo'l mengib, mangandimi mo'l mengib, bo'rilarning yiniga yetib berib, qeri bo'riga vaqani so'zlab beribdi. Qeri bo'ri bu gapni anglab: Agar sen so'zimga kirib 40 kun taqat qilgan bo'lsang, bu kunlar beshingga kelmaydi. Sen endi podshohning otisi ko'milgan mozorga berib, uning qabrisini oshqin. Ondan hamma so'ngaklarini yig'in bo'shikka silib, qattiq tavrat. debdi. Yigit mozorliqqa berib qabrini ichib, hamma ustaxonlarni yig'ib, bo'shik silib tavirtishga boshlabdi. Shu chaqda shohning otasining arvohi noiti bo'sh ovozda nola qilib: "Meni nemishqa tinch yotqili qo'ymaysan? Sana nima lozim?" O'g'lim meni tinch qo'ymay, mushunda qilishga majburlayotdi. O'g'limga nima kerak ekan? Yetti naziringa bir qo'chqar so'yilgan ekan. O'g'lim meni shu qo'chqarni akilishga buyurdi. Bu qandoq gap? Men uchun bir qo'shqarga chidamaptimi? debdi arvo g'azablanib va qo'shqarni go'rdan irg'itib tashlab beribdi. Yigit qarg'idak bo'lsa, qo'shqarning bir puti yo'q turg'idak. O'g'lim qo'chqarning bir puti yo'qkan desa nima deyman? Mening bexil o'g'lim qo'shqarning bir sinini xotini bilan yavilib, nazirimga go'shni mushipita ishlatgan. Yo'qol endi. Meni yotqili qo'y. Yigit uyga qaytib shunda qarasa, shoh temir uyning ustinki bir qavatini buzdirib bo'lib, ostingi qavatiga tegish qilgan ekan. Yigit qari qo'shqarni yetilab, arvohining aytgan so'zlarini shohga debdi. Bu gapni anglagan shoh qattiq nomus qildi-da, yigitning tinch xotirjam yashashiga ijozat beribdi. Yigit o'zining xotini va ota-onasi bilan umrining oxirigacha baxtli kun kechiribdi.